Mana hozir biz jamiyat bilgan onlayn kurslar asosan marafonlardan iboratda. Masalan, 3-4 ta bloger ingliz tili bilan, endi ingliz tili ustoz deyish noto'g'ri, ingliz tili blogerlari. Misol uchun bittasi listeningdan, bittasi readingdan, bittasi writingdan, bittasi speakingdan olib, masalan, marafon qilishyapti-da. Nima uchun unaqa format tanlamagansan? Masalan, sen ham Instagramda mashhur, YouTube'da mashhursan, Instagramda kontent qilib, 100 ming so'mlik, 100 ming so'mlik marafonlar qilsang bo'lmasmi deyman. Bunaqa talab bor. Bunaqa talab hamisha bo'ladi. Bizga keladigan asosiy auditoriya mana shu narsani xohlaydi-da. Biz chunki kursimiz ularga nisbatan qimmatli qiladi. Individual shug'ullanganga narxi baland bizaniki. Unaqa kurs men o'zimga bir et ko'rmasam kerak. Chunki menda qanaqadir ozgina bir old school bir tushunchalari qolib ketganda, ya'ni reklama shu paytgacha mana 2 yil bo'ldi boshlanganimizga hech kim reklamamizni ko'rmagan. Chunki biz hech qanday hali reklama qilmaganmiz. Endi zaman talab bo'lganga men majbur bo'lman reklama qilishga. Endi planimizda bor-da bu narsa. O'quvchilarga ham shunaqa bir tushuncham borki, o'quvchining interesida o'qituvchini topib kelish. O'quvchi yetish kerak, meni o'qitgan deb. O'qituvchi chiqib yanish kerak, masalan, kursimga yozilgan deb-ne. Mana shu narsa, mana shu mindset bo'lardi. Bu mindsetdan ham hop sekin-sekin ketishga harakat qilaman. Lekin o'quvchining holatini o'ziga tashab qo'yib, chunki bunaqa marafonda bittada 100 talab, 200 talab odam yig'iladi, undan ham ko'p yig'adiganlar ham bor. Menejmenti vashshi qiyin-da. Vashshi qiyin. Biz aytganimda individual qilganimizdan sababi ham har bitta bolani biz monitor qilishimiz kerak, nima qilgan o'quvchini. Chunki onlaynda bu offlaynda hajab nimadir o'qituvchiga nisbatan o'qituvchidan qanaqadir bir hayiqish bo'ladi o'quvchida. U yoshda qolgan narsa emas. Onlayndagi approach sal boshqacharoq. Odam xohlaydimi, xohlamaydi, misol uchun o'tirishga dars qilaman, san bolasi yig'lab qolishi bor, boshqasi bor. Shu payt biz aytamizki, "Voy, dars qilmasang bo'lmaydi" degan narsani eslatib turishimiz kerak-da. Shu narsani o'zi bir o'zimga ravo ko'ra olmaganmanki, katta ham ko'proq biznes tomonidan juda ham profitable narsa, juda ham profitable. No ertaga natijasiga ham javob bera olish kerak-da. Haqiqatda o'shanaqa marafonlar tashkil qilib, mashina olyapti, uy olyapti qisqa muddatlarda. Baribir, masalan, biznes-ku baribir. O'sha pribilniroq yo'nalishdan ketsang yaxshi emasmi deyman-da. Finansiy tomondan yaxshi edi. Bu narsani qilsam, hozirgi stress levelim nisbatan kamroq bo'lardi menimcha. O'zimga ravo ko'rmagan bu narsani. O'zimga ravo ko'rmagan. O'zimni ya'ni ma'lum bir ubejdeniyalarimdan ketishim kerak edi men bu narsani qiladigan bo'lsam. Bu degani bu hozir odamlarda noto'g'ri tushuncha bo'lib qolmasa, mana qo'tkalda bir laxatron qilyapti degani emas. Effekt berayotganlar bor. Sal laxatron qilyapti. Yo'q, hamma har xil-da. Hamma har xil. Men misol uchun o'zim. Yo'q, lekin samaradorlik darajasi tan olish kerak juda kamda. Masalan, bitta onlayn marafon sotib olgan odam ikkinchisini sotib olmaydi-da. Kimda qanaqa? Men misol uchun sohamizni egalarini taniyman. Ichida shunaqalari bor. Addushi mehnat qiladiganlari, o'quvchilar nazorati uchun qo'ldan kelayotgan hammasini qilayotganlari bor. Bunaqalarda effekt bo'ladi. Keyin bunaqa kurslarni effekt ko'rsatadigan qayerda bo'ladi? Asosan kattaroq darajalar uchun bu ko'proq effekt beradi. Ya'ni o'quvchining o'zi fundamenti bor. O'quvchi harakat qilyapti, misol uchun ayol solaman deyapti, no readingini aytganingizda boost qila olmayapti xolisa xonimiz. O'shalar uchun bunaqa marafonlar reading bo'yicha zo'r. Ular pulni to'lagandan keyin aksariyat qismi o'zi uchun o'zi harakat qiladi. Mana shu tomonlari bor. Noldan o'rgatadigan joylarda bu problema narsa.